Bugun sizlarga proteinli pankeklarning qanaqa tayyorlanishini o'rgataman. Shokoladli va mevaligidan tayyorlab yeysanglar mazza qilasiz. Sizga kerak bo'ladi ovsyanka 4 qoshiq, 2 ta tuxum, ozgina suv va whey proteini qo'shamiz. Hammasini ruchnoy blenderda qilib, oxirida gixi yog'ini qo'shib yubordim. Qizib turgan tovog'imizga orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Ko'rganinglardek yumshoq mazza qilib yeyishli bo'ladi. Nachimkasiga bombardan shokoladli pasta, shunaqa mazasi zo'r, bemalol dieta paytida yesanglar bo'ladi. Bu proteinli pankeklarni xohlagan paytingizda mazza qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Mishsalarni zo'r o'stirib, terilarni tarang qilib beradi. Endi o'zingizlar baho beringlar-chi. Proteinli pankekimizning mevali variantini ko'rganmisizlar? Xohlasanglar mevalardan banan yoki klubnika, smorodina, malina farqi yo'q. O'zingizlarning ta'minligiga qarab fruktali qilsanglar ham bo'ladi.